Kilo olaman. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining 2025-yil 5-apreldagi 330-son qaroriga muvofiq 12 nafar ilmiy kengash a'zolari tarkibi tasdiqlangan. Majlisda 12 nafar ilmiy kengash a'zolaridan 12 nafari ishtirok etishmoqda. Shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi 13.00.01, pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha 6 nafar fan doktori qatnashmoqda. Kvorum bor. Ilmiy kengash ishini boshlash vakolatiga ega. Ushbu masala yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Kim shu taklifga rozi bo'lsa, marhamat, munosabat bildirib qo'yasizlar. Rahmat. Zoomda ishtirok etayotganlar ham rahmat, munosabat bildirishdi. Endi kun tartibi bilan tanishtirib o'tsak, kun tartibida talabgor Aliqulov Akmal Akramovichning milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari mavzusidagi 13.00.01 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiya ishi himoyasi. Ilmiy rahbar pedagogika fanlari doktori professor Nazirova Go'zal Malikovna ishtirok etyaptilar. Rasmiy opponentlar sifatida, demak, psixologiya fanlari nomzodi professor Jo'rayev Nurbek Sadulayevich ishtirok etyaptilar hamda pedagogika fanlari doktori professor Ma'murov Bahodir Bashulayevich ishtirok etyaptilarmi? Ishtirok etyaptilar. Ilmiy ish bajarilgan tashkilot Qo'qon davlat universiteti, yetakchi tashkilot sifatida Chirchiq davlat pedagogika universiteti belgilangan edi. Mazkur kun tartibi bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Tasdiqlansin degan takliflar tushyapti. Marhamat, munosabat bildirib qo'yasizlar. Rahmat. Bir ovozdan qabul qilindi. Xo'p, talabgorning shaxsiy hujjatlari bilan tanishtirish uchun so'zni ilmiy kotibimiz, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD, dotsent Hayitov Lazizbek Rustamjon o'g'liga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, hurmatli rais. Ruxsatingiz bilan Aliqulov Akmal Akramovich haqidagi ma'lumotni o'qib eshittirsam. Aliqulov Akmal Akramovich 1982-yil 1-dekabrda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida ziyoli oilada tug'ilgan, millati o'zbek. 2001-2005-yillarda Qo'qon davlat pedagogika institutining talabasi. 2015-2017-yillarda Toshkent davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining magistri. 2017-2018-yillarda Qo'qon davlat pedagogika instituti magistratura bo'lim uslubchisi. 2018-2019-yillarda Qo'qon davlat pedagogika instituti chet tillar fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari. 2022-2024-yillarda Qo'qon davlat pedagogika instituti qoshida tashkil etilgan yosh hunarmandlar uyi korxonasida direktor, xorijiy tillar fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari va o'rindoshligi asosida jismoniy madaniyat kafedrasi o'qituvchisi. 2024-2025-yillarda Qo'qon davlat pedagogika instituti aniq va tabiiy fanlar fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari va sport harakatli o'yinlar kafedrasini vaqtincha dotsent vazifasini bajaruvchisi. 2025-yildan hozirgi vaqtga qadar Qo'qon davlat universitetining tabiiy fanlar va iqtisodiyot fakultetining yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari va jismoniy tarbiya va sport kafedrasida dotsent sifatida faoliyat olib bormoqda. Aliqulov Akmal Akramovich mazkur tadqiqot ishi yuzasidan 2018-yildan beri pedagogika fanlari bo'yicha
Pedagogika fanlari doktori professor Nazirova rahbarligida izlanishlar olib bormoqda. Aliqulov Akmal Akramovich pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun mavzusi uchun 14 ta ilmiy ish, jumladan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 6 ta maqola, shundan 4 ta respublika va 2 ta xorijiy jurnallarda nashr ettirilgan. Shuningdek, Aliqulov Akmal Akramovich bitta darslik hamda bitta o'quv qo'llanma muallifi hisoblanadi. Mazkur dissertatsiya ishi 2 ta xalqaro va 2 ta respublika ilmiy-amaliy anjumanlarida muhokama qilingan. Milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari mavzusidagi 13.0001 pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya mavzusi Oliy attestatsiya komissiyasi Bulletin jurnalining 2023-yil 3-sonida e'lon qilingan. Aliqulov Akmal Akramovich pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun barcha malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Jumladan mutaxassislik fanidan 75 ball, chet tilidan 73 ball, fanlar farqi bo'yicha pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat fanidan 71 ballni qo'lga kiritgan. Aliqulov Akmal Akramovich 2025-yil 28-iyun kuni pedagogika kafedrasining navbatdan tashqari ilmiy seminar muhokamasidan muvaffaqiyatli o'tgan va ushbu tadqiqot ishi ijobiy baholangan. Kafedra bayonnomasi 2025-yil 29-iyunda dotsent Yo'ldashev hamda pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Ismoilov tomonidan imzolangan. Qo'qon davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Po'latov tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchilar sifatida belgilangan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Haydarova hamda pedagogika fanlari nomzodi dotsent Talibjonovlar tomonidan tadqiqot ishiga ijobiy xulosa berilgan. Dissertatsiyaning muhokamasi davrida ko'rsatilgan kamchiliklar inobatga olingan hamda tuzatilgan va Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarning 2025-yil 7-noyabrdagi majlisida muhokama qilingan. Ilmiy seminar bayonnomasi seminar raisi pedagogika fanlari doktori professor Kadirova Munira Rasulovna, seminar kotibi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Usmonaliyevlar tomonidan imzolangan hamda Qo'qon davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Po'latov tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchilar etib belgilangan pedagogika fanlari doktori professor Xankildiyev Sherhakimovich hamda pedagogika fanlari nomzodi professor Tojiboyeva Hilolaxon Mahmudova tomonidan berilgan taqrizda dissertatsiya ishi ijobiy baholangan va ilmiy kengashga tavsiya qilingan. Himoya haqidagi e'lon 2025-yil 22-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining veb-saytida hamda O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zAning 2026-yil 12-yanvardagi sahifasida e'lon qilingan. Shuningdek, Ziyonet axborot portaliga hamda Qo'qon davlat universitetining axborot resurs markazidagi 31-raqam bilan ro'yxatga olingan. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ishi va avtoreferati Chirchiq davlat pedagogika universitetining ilmiy seminarida 13.0001 pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha muhokama etilgan. 2025-yil 15-yanvarda 84-sonli bayonnoma bilan rasmiylashtirilgan. Ilmiy seminar bayonnomasi yetakchi tashkilot seminar raisi pedagogika fanlari doktori professor Usarov va seminar kotibi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD Kobilova tomonidan imzolangan. Chirchiq davlat pedagogika universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ishchanov tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchi etib pedagogika fanlari doktori professor Himmataliyev hamda pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Achilovalar tomonidan berilgan taqrizda dissertatsiya ishi ijobiy baholanib, unda ishning dolzarbligi, ilmiy yangiligi, olingan natijalarning ilmiy asoslanganligi va amaliy ahamiyati ko'rsatilgan holda Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy kengashga himoya uchun tavsiya etilgan. Ma'lumotlar shulardan iborat edi, ustozlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Talabgorning shaxsiy hujjatlari bo'yicha savollar bo'lsa, ilmiy kotibga marhamat berishlaringiz mumkin. Tushunarli. Rahmat. Endi so'z navbatini dissertantga Aliqulov Akmal Akramovichga beramiz. Ishning mohiyati, dolzarbligi, olingan ilmiy natijalar haqida ma'lumot berish uchun so'z sizga 20 minutgacha vaqt beriladi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, a'zolari va ustozlar. Pedagogika nazariyasi pedagogika ta'limotlar tarixi ixtisosligidan milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari mavzusida tayyorlagan dissertatsiya ishimiz taqdimotini ruxsatingiz bilan boshlasam. Ilmiy rahbarim pedagogika fanlari doktor professor Nazirova Go'zalxon Malikovna.
Ma'ruzani mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning quyidagi so'zlari bilan boshlamoqchiman. Milliy qadriyati va an'analari o'zida mujassam etadigan etnosport turlari va yosh avlodni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida jismoniy va ma'naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega deb ta'kidlaganlari bejiz emas. Zamonaviy ta'lim jarayonlarida innovatsion yondashuvlar, kompetensiyaviy tamoyillar va individuallashtirilgan o'qitish metodlarini qo'llanilishi ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida qaralmoqda. Ayniqsa jismoniy tarbiya yo'nalishida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, kasbiy malakani rivojlantirish va milliy qadriyatlarga asoslangan pedagogik yondashuvlarni tatbiq etish dolzarb masalalardan biridir. Shu bois mazkur dissertatsiya mavzusi jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish va ta'lim jarayoniga milliy pedagogik yondashuvlarni integratsiyalash orqali bo'lajak mutaxassislarni har tomonlama tayyorlashga xizmat qiluvchi dolzarb ilmiy amaliy muammolar o'z ichiga oladi. Biz tadqiqotimizni amalga oshirishda tayangan huquqiy me'yoriy hujjatlar va mazkur taqdimotda ko'rsatilgan muammoning o'rganilgan darajasi mamlakatimizda oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, pedagogik va boshqaruv kadrlarining kasbiy mahoratini rivojlantirish, ta'lim tizimida boshqaruvni shakllantirish bo'yicha Turg'unov, Inoyatov, Qurbonov, Musulmonova, Muslimov, Ma'murov, Olimov, Saidovlar, o'qituvchilar va talabalar bilan ta'lim tarbiya sog'lomlashtirish ishlarini olib borish bo'yicha esa Ahliddinov, Qurbonov, Hasanboyev, Turanov, Hasanboyeva, Mavlonova, To'rayevalar o'rgangan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligida Baranova, Kvartalniy, Konstantinot, Lavrova, Seselkin, Fedinalar sport va sog'lomlashtirish turizm bo'yicha sog'lom turmush tarzi va dunyoqarash shakllantirish bo'yicha ishlar olib borgan. Xorijiy mamlakatlarda Hetfield, Boni, Bendura, Resketslar kabi olimlar jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat sohasida yoshlarni tarbiyalashning pedagogik mexanizmlari masalalari tatbiq etganlar. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda tadqiqotning maqsadi etib oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishdan iborat deb belgilab oldik. Tadqiqot obyekti sifatida harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini hisoblanadi. Tadqiqot predmeti oliy ta'lim muassasalarida harakatli o'yinlar vositasida jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari, mazmuni, shakli, metodi va vositalari tashkil etadi. Tadqiqot ishimizning birinchi vazifasi etib harakatli o'yinlar va zamonaviy yondashuvlar asosida oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish bo'lib, tadqiqotning ilmiy yangiligi oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari, jismoniy tarbiya faoliyatining sog'lomlashtiruvchi, funksional, morfologik, me'yoriy, tashkiliy, pedagogik va kommunikativ tarbiyaviy maqsadlarni aniqlashtirish asosida takomillashtirilgan. Tadqiqotning amaliy natijalari joriy etish bo'yicha jismoniy madaniyat yo'nalishining 3-bosqich talabalari uchun jismoniy tarbiya gigiyenasi va sportning tibbiy fiziologik asoslari nomli o'quv qo'llanma yaratilgan va mazmuniga singdirilgan. Dissertatsiyaning milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari deb nomlangan birinchi bobida tadqiqot muammosiga doir ilmiy nazariy adabiyotlarning qiyosiy tahlili, milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik muammosi, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlashda xalq amaliy o'yinlarining o'ziga xos xususiyatlari va milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari bayon etilgan. Tadqiqot ishimizning asosiy tushunchasi hisoblangan o'yinlar, milliy harakatli o'yinlar tushunchalarini mamlakatimiz va xorijiy olimlarning fikrlarini o'rganib, tahlil qilgan va e'tirof etgan holda milliy harakatli o'yinlarga o'z mualliflik ta'rifini keltirdik. Milliy harakatli o'yinlar biror millatning milliyligini aks ettirib, shaxsda harakatchanlik, onglililik faoliyatini kamol toptiruvchi, jismoniy, aqliy, ma'naviy, estetik kamoliga xizmat qiluvchi o'yin turidir.
Jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligida nafaqat bilim ko'nikmalar, balki kasbiy va shaxsiy sifatlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalishda quyidagi asosiy sifatlar ajratib ko'rsatiladi. Jismoniy tayyorgarlik, didaktik qobiliyatlar, motivatsion qobiliyatlar, tashkiliy qobiliyatlar va pedagogik estetikadagi uyg'unlikdir. Respublikamizda ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan jismoniy tarbiya o'qituvchilarining ish uslubini takomillashtirishda kuzatiladigan kamchiliklar mazkur taqdimotda berilgan. Nazariy tahlil va shaxsiy kuzatuvlarimiz natijasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini kasbiy faoliyatga tayyorlash quyidagicha kechadi degan xulosaga keldik. Bular birinchidan, mo'ljallangan yangilik yalpi va uning alohida bosqichlari muvaffaqiyat bilan bashorat qilishdir. Ikkinchidan, yangilikni boshqa innovatsiyalar va qiyoslash, ularning samaradorligini tanlab olish, ularning eng ahamiyatli va aniqlik darajasini aniqlash. Uchinchidan, yangilikni tatbiq etishning muvaffaqiyatlik darajasini tekshirishdan iborat. O'qituvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligi bosqichlari ushbu taqdimotda berilgan. Tadqiqot ishimizning ikkinchi vazifasi etib harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning didaktik modelini takomillashtirish bo'lib, tadqiqotimiz ikkinchi ilmiy yangilik etib milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning didaktik modeli kasbiy tayyorgarlik darajasini belgilaydigan mehnat faoliyatiga qiziqishini chuqurlashtirish, harakatli o'yinlar bilan to'yingan o'quv faoliyati orqali talabalarning faolligi rag'batlantirish asosida takomillashtirilgan. Tadqiqotning amaliy natijalarini joriy etish bo'yicha jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabalari uchun mo'ljallangan jismoniy tarbiya sport menejmenti nomli darslik yaratilgan va mazmuniga singdirilgan. Milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash tamoyillari berilgan bo'lib, bularga o'yinli sport faoliyatining tabiati va xususiyatlarining insonning harakatlantiruvchi faoliyatiga bo'lgan motivlari va ehtiyojlariga muvofiqligi tamoyili, o'yin faoliyati bilan shug'ullanadigan shaxslarning jismoniy tayyorgarligi va salomatligi darajasiga sport mashg'ulotlarining muvofiqligi tamoyili, sport va harakatli o'yinlar bilan shug'ullanish jarayonini samarali tartibga solish tamoyili, ularning mazmunlarini ushbu taqdimotda ko'rishimiz mumkin. Milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichlariga quyidagilar kiradi. Qidiruv bosqichi, kognitiv bosqich, nazariy bosqich va konstruktiv bosqichlar. Ularning tarkibi esa quyidagi taqdimotda berilgan. Milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash modelining mazmun komponenti oliy pedagogik ta'lim modernizatsiya qilish g'oyalariga asoslanishi mazkur taqdimotda berilgan. Milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy pedagogik tayyorlash modeli o'zaro bog'langan. Kasbiy pedagogik tayyorgarlikni takomillashtirishga qaratilgan maqsadlar, o'zlashtirilishi lozim bo'lgan ta'lim elementlarini ochib beruvchi mazmuni, pedagogik jarayonning ushbu maqsadga erishishga qaratilgan usullari, vositalari, tashkiliy shakllari to'plamidan iboratdir. Tadqiqot ishimizning 3-vazifasi oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning samarali pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqish. Tadqiqotimiz 3-ilmiy yangiligi etib milliy harakatli o'yinlardan foydalanilganlik pedagogik jarayonning samarali ta'sir mexanizmlari, talabalarning yangi bilimlarini egallashlari uchun kasbiy yo'naltirilgan o'quv vaziyatlarini yaratish, mustaqil rivojlantirish uchun zarur bo'lgan tadbirlarni tashkil etish va talabalarga o'quv jarayonida turli xil ijtimoiy pozitsiyalarni tashkil etish imkoniyatlar berish asosida ishlab chiqilgan. Tadqiqotning amaliy natijalari joriy etish bo'yicha jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabalari uchun mo'ljallangan jismoniy tarbiya va sport menejmenti nomli darslik yaratilgan va mazmuniga singdirilgan. Milliy harakatli o'yinlardan foydalangan holda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini tayyorlash jarayonining funksiyalariga quyidagilar kiradi.
talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini tashxislash, bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik maqsad va tegishli vazifalarga muvofiq ta'lim jarayonini amalga oshirish tayyorgarligi, pedagogik faoliyat jarayonida talabaning tayyorgarlik darajalarini o'zi tahlil qilishi va zaruriy tuzatishidir. O'qituvchining kasbiy faoliyatda xususan xalq o'yinlaridan foydalanishga tayyorgarlik darajasidir. Ilmiy pedagogik adabiyotlarni hamda ta'lim jarayonining amaliy holatini tahlil qilish asosida yuqoridagi nazariy va uslubiy tamoyillarni amalga oshirish imkonini beradigan tashkiliy metodik talablarni mazkur taqdimotda ko'rishimiz mumkin. Nazariy tahlil va shaxsiy kuzatuvlarimiz natijasida o'yinlarni paydo bo'lish jarayoniga nisbatan quyidagilarga bo'linadi degan xulosaga keldik. Ular ovchilik, cho'pon, hunarmandchilik, dehqonchilik, tanqidiy, harakatli, so'z, yig'in, kurashli va chavandozlik kabi shular jumlasidandir. Shuningdek, biz jamoaga oid harakatli o'yinlarni ham ajratib oldik. Ularning mazmunini mazkur taqdimotda ko'rishimiz mumkin. Milliy harakat o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda samarali bo'lgan milliy o'yinlardan namunalar mazkur taqdimotda berilgan. Tadqiqot ishimizning 4-chi vazifasi oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash sifati va samaradorligini baholashning pedagogik tizimini takomillashtirish bo'lib, 4-ilmiy yangilik etib oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash sifati va samaradorligini baholash va monitoring qilishning samarali pedagogik tizimi talabalarda kuch, tezlik, chidamlilik, moslashuvchanlik va chaqqonlikni rivojlantiruvchi milliy harakatli o'yinlar bilan to'yingan umumiy va maxsus ta'sirli mashqlar asosida takomillashtirilgan. Tadqiqotning amaliy natijalari joriy etish bo'yicha oliy ta'lim muassasalarida jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'quv uslubiy ta'minotni yaratishda foydalanilgan. Tajriba sinov ishlariga Qo'qon davlat universiteti, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va universiteti hamda Jizzax davlat pedagogika universitetining 315 nafar talabalar respondent sifatida jalb qilindi. Tajriba sinov ishlari 3 bosqich, ya'ni asoslovchi, shakllantiruvchi va ta'kidlovchi bosqichlarda olib borildi. Milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning mezonlari, darajasi va ko'rsatkichlari aniqlashtirildi. Bularga motivatsion qadriyatli mezon, kognitiv mezon, kommunikativ mezon va refleksiv mezon. Ushbu mezonlarning mazmuni ushbu taqdimotda ko'rsatilgan. Milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash darajasi keltirib o'tilgan. Bular quyi daraja, o'rta daraja va yuqori darajalardir. Jismoniy tarbiya darslarini pedagogik innovatsion ta'lim klasteri asosida o'qitish texnologiyalari bo'yicha tajriba sinov ishlarining tajriba avvali va so'ngidagi natijalari mazkur taqdimotlarda ko'rsatilgan. Olingan natijalardan milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik tizimini takomillashtirish samaradorligini baholash tajriba guruhlaridagi o'zlashtirish ko'rsatkichlari nazorat guruhidagi o'zlashtirishlardan 13,3 ga yuqori ekanligi isbotlandi. Tadqiqotning natijalariga ko'ra xulosalar dissertatsiya avtoreferatda keltirilgan bo'lib, ruxsatingiz bilan amaliy tavsiyalarga o'tsam. Tadqiqot natijasida quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash bo'yicha ilmiy uslubiy konferensiyalarni tashkillashtirish maqsadga muvofiq. Milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash resurslari bilan integratsiyasini ta'minlash lozim. Ilg'or xalqaro pedagogik tajribani o'rganish asosida zamonaviy metodlardan foydalanishni o'rganuvchi qo'shimcha kurslar tashkillashtirish lozim. Oliy ta'lim muassasalarida milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashga doir tadbirlarni doimiy o'tkazishni yo'lga qo'yish lozim. Ilmiy tadqiqot ishimizning qisqacha mazmuni shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.
Rahmat. Muddatidan oldinroq tugatdingiz ma'ruzangizni. Xo'p, marhamat. Endi nima kengash a'zolari, Zoomda ishtirok etayotgan ishtirokchilarimiz savollar bilan murojaat qilishimiz mumkin. Marhamat. Alim Saidova Sayyora Amidiyevna, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ustozlar, kengash a'zolari. Men tadqiqotchiga bir nechta savolim bor. Birinchi savolim, tadqiqotingizda milliy va xalq o'yinlari atamalari parallel ishlatilgan. Shu ikki tushunchani orasida farq bormi? Yozib oldingiz. Ikkinchi savolim, bu milliy harakatlar sport o'yinlarining muhim xususiyat sifatida nimalar ko'rsata olasiz? Yana uchinchi savolim bor. Milliy harakat o'yinlari ta'lim jarayonida qanday funksiyalarni bajaradi? Rahmat. Rahmat. Marhamat, savollar tushunarlimi? Ha, rahmat ustoz. Savol uchun rahmat ustoz. Birinchi savolimizga quyidagicha javob beramiz. Bu ikki tushuncha o'zaro bog'liq, ammo farqi bo'lib, xalq o'yinlari keng tushuncha. Har qanday etnik guruhning an'anaviy o'yinlari hisoblanadi. U milliy o'yinlar esa aniq bir millatning o'ziga xos davlat tomonidan tan olingan o'yinlar tushuniladi. Tadqiqotimizda milliy harakatli o'yinlar atamasi qo'llanilgan, chunki biz O'zbekiston kontekstida rasmiy tan olingan etnosport dasturiga kiritilgan o'yinlarni o'rgatdik. Masalan, ular kurash, uloqtirish, mana zarqalpoq ochib berganmiz, soqqa otish, shunaqangi. Birinchi savolimizga Значит, это как во всех национальных нациях, этниках есть свои национальные игры, да? У русского языка, у русских лапта, у узбекских заркалпо. Все, спасибо, понятно. Следующий. Ikkinchi savolimizga quyidagicha javob beramiz. Hop, milliy harakatli sport o'yinlarining muhim xususiyatlari bular milliy an'analarga asoslanishi, har bir o'yinni xalqning tarixiy, madaniy va milliy qadriyatlarini aks ettiruvchi jismoniy va ma'naviy rivojlanish, o'yinlar bola va yoshlarning kuch-quvvati, mahorati va strategiyasini rivojlantiradi. Ijtimoiy va pedagogik ahamiyati kollektivda hamkorlikda intizom va mas'uliyatni o'rgatadi. Madaniy merosni saqlash va yosh avlodga yetkazish o'yinlar orqali milliy qadriyatlar avloddan avlodga o'tkaziladi. Faoliyatni rag'batlantirish esa o'yinlar ishtirokchilarini sport va jismoniy faollikka jalb qilinadi. Uchinchi savolimizga javobimiz quyidagicha ustoz. Men 6 asosiy funksiyani ajratib ko'rsatmoqchiman. Birinchidan ta'lim funksiya, ya'ni talaba nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni egallaydi. Ikkinchidan esa tarbiyaviy, bunda axloqiy sifatlar, vatanparvarlik shakllanadi. Uchinchidan esa rivojlantiruvchi, bu yerda jismoniy va aqliy qobiliyatlar o'sadi. To'rtinchidan esa sog'lomlashtiruvchi, chunki milliy o'yinlar salomatlikni mustahkamlaydi. Va beshinchidan sotsiallashtiruvchi, talaba jamoada ishlashni o'rganadi. Va oltinchidan madaniy funksiya, bu bunda milliy qadriyatlar o'zlashtiriladi. Bitta vosita milliy o'yin va bir vaqtni o'zida 6 ta vazifani bajaradi. Shuning uchun ham u juda samarali deb hisoblaymiz. Javoblar qoniqarlimi? Qoniqarli, rahmat. Savol mumkinmi, Nigor Shirmatini? Marhamat, Ziyoda Ergashevna, marhamat. Menda ham ikkita savol bor edi tadqiqotchiga. Demak, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun milliy harakatli o'yinlarni o'rgatish va tashkil etishda siz qanaqangi pedagogik va metodik yondashuvlarni samarali deb hisobladingiz?
Bu meni birinchi savolim. Ikkinchi savolim, milliy harakatli o'yinlardan foydalangan holda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini tayyorlash jarayonini asosiy funksiyalariga nimalar kiradi? Bu meni ikkinchi savolim. Ustoz, Rahmat Savol. Ziyoda Ergashevna, marhamat. savol tushunarli ustoz. Savol uchun avvalambor katta rahmat. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun milliy harakatli o'yinlarni o'rgatish va tashkil etishda samarali pedagogik va metodik yondashuvlar o'yinlarni ta'lim maqsadlari va talabalarning jismoniy rivojlanish darajasiga muvofiq ravishda tanlash, talabalarning mustaqil va jismoniy faoliyatini rag'batlantiruvchi interaktiv usullardan foydalanish, o'yinlarning qoidalari va xarakterlari bosqichma-bosqich tushuntirish, amaliyotda ko'rsatish va takrorlash orqali qo'llab-quvvatlash, milliy an'analar va urf-odatlar bilan uyg'unlashtirilgan innovatsion usullardan foydalanish, talabalarning axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishiga e'tibor qaratilgan ta'lim-tarbiya yo'nalishini ta'minlash deb hisoblaymiz. Ikkinchi savolimizga quyidagicha javob. Milliy harakatli o'yinlardan foydalangan holda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini tayyorlash jarayonining asosiy funksiyalariga ular talabaning kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini tashxislash, o'qituvchilarning pedagogik maqsad va tegishli vazifalarga muvofiq ta'lim jarayonini amalga oshirish, pedagogik faoliyat jarayonida talabaning tayyorgarlik darajalarini o'zi tahlil qilishi va tuzatishi, o'qituvchining kasbiy faoliyatda xususan xalq o'yinlaridan foydalanishga tayyorgarlik darajasi kiradi. Javoblar qoniqarlimi Ziyoda Ergashevna? Qoniqarli Nigor Sharmatova. Rahmat. Marhamat, savol Ruxsatingiz berish bilan menda ham savol bor edi Nigora Shermatovna. Marhamat, Baxtigulxon. Tadqiqot ishi haqiqatan ham dolzarbligi hamki milliy harakatli o'yinlar orqali jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash bo'yicha olib borilgan. Savol shundan iboratki, sizni fikringizcha umuman fuqarolarni jismoniy tarbiya va xalq o'yinlariga jalb etish muammolarini hal qilishda asosan nimalarga e'tibor berishimiz lozim? Birinchi savol. Yozib oldingizmi? Aha. Ikkinchi savol, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini kasbiy faoliyatga tayyorlashda aynan qanday vazifalarni amalga oshirish zarur deb o'ylaysiz? Ustoz, savol tushunarli. Rahmat. Marhamat. Hop, birinchi savol uchun javobimiz quyidagicha bo'ladi. Bizning fikrimizcha ushbu muammolarni hal qilish aholi salomatligini mustahkamlashda, jismoniy tarbiya samaradorligini oshirish, inson mehnat faoliyati va farovonligiga salbiy omillarning ta'sirini kamaytirish imkonini beruvchi salomatlik, jismoniy tayyorgarlik va shaxsiy rivojlanish holatini monitoring qilish, salomatlikka yuklamani psixologik tushirish uchun sharoit yaratish, korxona, firma, kompaniya va muassasalar tomonidan xodimlar o'rtasida jismoniy tarbiyani rivojlantirish dasturini amalga oshirish orqali jismoniy tarbiyani mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun mablag'larni jalb qilish jarayonini qonunchilik va me'yoriy huquqiy baza bilan ta'minlashga ahamiyat berish kerak deb o'ylaymiz. Ikkinchi savolimizga javobimiz quyidagicha ustoz. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy faoliyatga tayyorlashda milliy g'oya, umummilliy qadriyatlarga oid tushunchalarni jismoniy tarbiya darslarini tarkibiga kiritish lozim. Bo'lajak kasbiy faoliyatga
ongli yondashuv tahlili me'yorlarga nisbatan tanqidiy yondashuv, kasbiy yangiliklarga esa nisbatan ishtiyoqmandlik, ijodkorlik shakllantirish, samarali va ahamiyatli me'yorlarga esa belgilanadigan yangi texnologiyalarni izlab topish, shaxsning o'z taqdirini o'zi belgilash va o'zini o'zi namoyon qila olishi asosida o'zini o'zi rivojlantirishni ta'minlash, ta'lim va tarbiya uyg'un olib borish yoshlarni nafaqat jismonan balki ma'naviy, axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazish bo'yicha ta'sirchan pedagogik choralarni belgilash zarur deb o'ylaymiz. Javoblar qoniqarlimi? Javoblar qoniqarli Nigora Shermatovna. Rahmat. Marhamat, savol berish navbati professor Hakimjon Ikromovichga. Marhamat. Assalomu alaykum. Shu mavjud modellardan nimasidan farq qiladi? Nima yangilik kelasiz? Kasbiy kompetensiya demak, kasbiy kompetensiyasi mavjud ta'rif berilgan bo'lsa, Rahmat, marhamat. Savolchi rahmat ustoz. Avvalambor birinchi savol uchun javobimiz quyidagicha bo'ladi. Tadqiqotimizda ishlab chiqilgan didaktik model asosida kompetentlarni o'z ichiga oladi. Bular maqsadli komponent, maqsadli komponent, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish, milliy harakatli o'yinlardan foydalanish, ko'nikmalarni rivojlantirishga, mazmunli komponent esa nazariy va amaliy ko'nikmalar, jarayon komponenti esa 4 bosqichli tizim nazariy, tashkiliy, didaktik, tahliliy va amaliy bosqichlardir. Natija komponenti esa kasbiy tayyorgarlik darajasini baholash mezonlari va ko'rsatkichlaridir. Ushbu modelning farqli jihati esa mehnat faoliyatiga qiziqishni chuqurlashtirishga yo'naltirilganligi, milliy harakatli o'yinlar bilan to'yingan o'quv faoliyati orqali talabalar faolligini rag'batlantirish, talabalarning kasbiy tayyorgarlik darajasini belgilaydigan interaktiv yondashuvlardan farqlanadi. Oldingi modellardan nimasi bilan farq qiladi? Ikkinchi savolimizga quyidagicha javobimiz bor ustoz. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarida namoyon bo'ladigan shaxsiy psixologik xususiyatni yorituvchi integral sifat nazariy e'tirof etilib, mazkur sifatga ega mutaxassis turli vaziyatlarda mavjud bilim, ko'nikma, malaka, tajribadan kasbiy vazifa va muammolarni samarali hal qilish maqsadida oqilona foydalanishi va sohaga oid yangi bilimlarni o'zlashtirish, o'zini rivojlantirish va takomillashtirishdir. Ta'rifimiz shunday. Qoniqdingizmi javoblardan? Marhamat, yana kimda savollar bor? Savollar bo'lmasa, meni o'zimda aniqlashtiruvchi savollar bor edi. Sizni mavzuyingiz milliy harakatli o'yinlarda. Men sizdan oldin ham so'raganman, milliy harakatli o'yinmi yoki milliy harakatli sport o'yinlarimi deb. Siz milliy harakatli o'yinlar degansiz. Xo'p, milliy harakatli o'yinning turlarini sanab bering. Keyin milliy harakatli o'yinlar sport o'yinlaridan farqlanadimi yoki bir xilmi? Milliy harakatli o'yinlar ustoz nima qiladigan bo'lsak, sanab beramiz. Bu masalan ovchilik, cho'pon, hunarmandchilik, dehqonchilik, tabiiy
harakatli so'z, o'yin, kurash va chavandozlik bu milliy harakatli o'yinlarimiz. Shu milliy harakatli o'yinlarimiz bu ota-bobolarimizdan shu kungacha kirib kelgan va oxirgi paytlarda bu unutilib borilmoqda. Chunki birorta bir mahallada yoki bir ko'chada yoki bir domda tagida ko'rmadikki, bundan 15 yil, 20 yil oldin men o'zimni inobatga olyapman. Ko'rmadikki biz yoki arqon tortib o'ynashlarimiz yoki kech tushi bo'yicha yoki birorta o'yinda yoki 12 cho'p deymizmi, chavandozchilik deymizmi yoki eshak mindi deymizmi, oddiy bu o'yinlarni birortasini o'ynalmadik. Sport o'yinlaridan buni alohida ajratadigan bo'lsak, bu o'quv dasturida kelgan sport o'yinlarimiz, bu sport o'yinlarini o'ziga xos nimalar o'quv rejada keltirilgan o'zini sekundi, soati, minuti, qayerda qanaqangi ish qilish bo'yicha bu Yevropa bilan hamjihatlik asosida bo'lingan. Lekin bizning milliy o'yinlarimizni ham to'g'ri shunaqangi dasturlari bor. Lekin bu milliy o'yinlarida har bir milliy o'yinni qo'yib yuborganimizdan keyin bu har bir ishtirokchini o'zimiz tortib olib, o'zimiz yo'naltirsak bo'ladi, tushuncha bersak bo'ladi. Masalan, birinchi bosqichga olish uchun yoki ikkinchi bosqichda o'rin deymiz, birinchi, ikkinchi o'rin. Shularda farqlanadi deb o'ylayman. Farqlanishi milliy harakatli o'yinlar. Sizda mavzungiz milliy harakatli o'yinda, lekin ichida sport o'yinlarini aralashtirib yuboryapsiz. O'tgan safar nimada ham aytib o'tganman. Milliy harakat o'yin turlari, qoidali o'yin turlari bor, qoidasiz o'yin turlari bor, to'g'rimi? Keyin milliy harakatli sport o'yinlari bu sport o'yinlari hisoblanadi. Hozir savollar bormi? Keyingi faoliyatlaringizda bunga albatta e'tibor bering, chunki siz jismoniy tarbiya o'qituvchisiz. Yana jismoniy tarbiya o'qituvchilarini chiqarishga nima qilyapsiz-da? Milliy o'yinlarda o'zini haligi nimalari bor. Qonun qoidali, qoidasiz. Qoidaliga qaysi kiradi, qoidasizga. Keyin sport o'yinlari. Bunga aniqlik kiritib olish kerak edi. O'tgan safar siz bilan suhbatda gaplashgandik bu haqda. Lekin yana nima bo'ldi hozir? Savollar bo'lmasa, hozir savollar yetarli degan takliflar tushyapti. Savollarni to'xtatish bo'yicha marhamat, munosabat bildirib qo'yinglar. Rahmat. Endi yana ilmiy kotibimizga beramiz. Avtoritetlarga hamda yetakchi tashkilot xulosasi. Assalomu alaykum. Aliqulov Akmal Akramovning yetakchi tashkilot hamda avtoritetga kelgan takliflar bilan tanishtirib o'tsam. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ishi va avtoreferati Chirchiq davlat pedagogika universiteti pedagogika fakultetining 2025-yil 15-yanvardagi 84-sonli ilmiy seminarida muhokama etilgan. Talabgorga ushbu ilmiy izlanishlardagi erishgan yutuqlari bilan bir qatorda dissertatsiya va avtoreferat bilan tanishish jarayonida quyidagi kamchiliklar kuzatilgan va takliflar keltirilgan. Birinchi, tajriba sinov ishlari faqat cheklangan miqdordagi oliy ta'lim muassasalari va talabalar kontingentida o'tkazilgan. Shuning uchun natijalarni kengroq miqyosda umumlashtirish imkoniyati cheklangan. Ikkinchi, milliy harakatli o'yinlarni zamonaviy raqamli vositalari, onlayn va gibrid mashg'ulotlar bilan integratsiyalash jihatlari yetarlicha tahlil qilinmagan. Ko'rsatib o'tilgan ushbu kamchiliklar ishning ilmiy saviyasiga ta'sir etmaydi va rasmiy himoyaga tavsiya etiladi deb Chirchiq davlat pedagogika universitetidan xulosa berilgan hamda avtoreferatga keltirilgan takliflar bilan tanishtirib o'tsam. Birinchi, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universiteti futbol nazariyasi dotsenti pedagogika fanlari doktori Egamberdiyev tomonidan taqriz ijobiy. Ikkinchi, Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi professori pedagogika fanlari doktori Mardonov tomonidan taqriz ijobiy. Uchinchi, jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqot instituti dotsenti PhD Bobomurodov tomonidan taqriz berilgan hamda ikkita kamchilik ko'rsatilgan. Birinchi, metodik tavsiyalarni umumta'lim maktablari sharoitiga moslashtirish masalasi cheklangan holda ko'rib chiqilgan. Ikkinchi, ayrim nazariy tushunchalarni, kompetensiya, kasbiy tayyorgarlik tushunchalarini kengroq izohlash mumkin edi.
To'rtinchi, Indoneziyaning Padang universiteti falsafa fanlar doktori professor Yuni tomonidan taqriz ijobiy. Malayziyaning Sulton Idris universiteti doktor Mazlin Muhammad Mokhtar tomonidan taqriz ijobiy. Namangan davlat universiteti dotsenti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD Madaminov tomonidan taqriz berilgan hamda bir donagina xorijiy tajribalar qiyosiy tahlili kengroq yoritilishi kerak edi degan tavsiya berilgan. Yettinchi, O'zbekiston Davlat sport akademiyasi sport va parasport fakulteti dekani dotsent pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD Qutlimuratov tomonidan taqriz ijobiy. Sakkizinchisi, O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD Ro'zmetov tomonidan taqriz ijobiy hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi professori pedagogika fanlari doktori Hasanova tomonidan taqriz ijobiy berilgan. 10-chi, Qirg'iziston O'sh davlat pedagogika universiteti dotsenti pedagogika fanlari nomzodi Kasimbekov tomonidan taqriz ijobiy. Chexiyaning Liberis texnika universiteti professori Miroslav Brezina tomonidan taqriz ijobiy hamda Farg'ona davlat texnika universiteti dotsenti pedagogika fanlari doktori Obidova tomonidan ikkita kamchilik kiritilgan. Ayrim jadval va diagrammalarning izohini qisqacha berish maqsadga muvofiq bo'lardi. Ikkinchisi, xorijiy tajribalarning qiyosiy tahlili yanada kengroq yoritish maqsadga muvofiq bo'lar edi deb aytilgan. Jami 12 ta taqriz kelib tushgan. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli ustozlar. Rahmat. Marhamat, so'zni talabgorga beramiz. Avtoreferatlarga kelgan mulohazali fikrlar, yetakchi tashkilotning mulohazali fikrlariga javoblaringiz. Avvalambor kattadan katta rahmat. Mana yetakchi tashkilotimiz Chirchiq davlat universiteti pedagogika birinchi nimalar savollariga, kamchiliklariga oq talabalar asosida tadqiqot ishlarimiz respublikamizning turli mintaqalaridagi oliy ta'lim tashkilotlarida tajriba sinovdan o'tkazildi va o'z samaradorligini ko'rsatdi. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, kelajakda ushbu natijalarni ommalashtirish mumkin. Ikkinchi kamchiliklariga tadqiqotimiz maqsadida kelib chiqib holda milliy harakatli o'yinlar tadqiqotimizda yetarlicha tahlil qilingan deb hisoblaymiz. Avtoreferatimizga kelgan tahlilchilarimiz esa OAK tomonidan avtoreferat hajmiga quyidagilardan talablarni inobatga olgan holda avtoreferatga kengroq izohlar berilmadi, lekin dissertatsiya ishimizda keltirilgan. Jadval va diagrammalarda ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari keltirilgan. Shu sababli avtoreferatda ortiqcha izohlar keltirish maqsadga muvofiq emas deb hisoblanadi. Xorijiy tajribalar qiyosiy tahlili esa dissertatsiya keltirilgan. Avtoreferatda faqat unda kelib chiqqan xulosalar berilgan. Rahmat. Javoblaringiz shumi? Ha. O'zingiz gapirsangiz yaxshi bo'ladi. Biz 21 savol nimalarga 2019-20-21 yillarda u paytda jismoniy tarbiya haqiqatan ham chegaralanganda har bitta universitetda ham bo'lmagan bunaqa kontingent. Birinchi bo'lib kontingent bizda bordi. O'sha kontingentda 700-800 nafar edi. Ikkinchi kontingentimiz biz Toshkent davlat hozirda O'zbekiston jismoniy tarbiya sport universiteti aytda ham kontingenti 1,5 ming. Undan keyin Jizzax davlat universiteti har bir viloyatda atdel berilgan katta kontingent. Shundan kelib chiqqan holda har bittasidan 150 nafardan 165 nafardan talab olishadi. U paytda boshqa universitet yoki universitetlarda jismoniy tarbiya yo'nalishi bordi, lekin 60 ta 70 ta ulardan ololmagan. Shuning uchun. Bo'ldimi javoblaringiz? Xo'p. Endi so'z navbatini dissertantning ilmiy rahbari, pedagogika fanlari doktori professor Nazirova Go'zalxonga beramiz. Marhamat.
qo'llab-quvvatlaganlaring uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va kengash ishiga har doim muvaffaqiyat tilayman. Aliqulov Akmaljon Akramqulovichni ishlariga yozma tarzda o'z xulosalarimni berganman va shu bilan kifoyalanaman. Rahmat. Rahmat, Go'zal Malikovna. Endi so'z navbatini Xo'p, so'z navbatini opponentimiz, rasmiy opponentimiz, pedagogika fanlari doktori professor Ma'murov Bahodir Baxshullayevichga beramiz. Marhamat, Bahodirjon Baxshullayevich. Xo'p, rasmiy opponentimiz yig'ilishda bo'lganliklari sababli ilmiy kotibdan iltimos qilamiz. Dissertatsiyaga berilgan taqriz bilan tanishtirib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash a'zolari, ruxsatingiz bilan Aliqulov Akmal Akramovichning 13.00.01 pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari mavzusidagi dissertatsiya va avtoreferatiga rasmiy opponent bo'lgan Ma'murov domlaning pedagogika fanlari doktori professorini bergan taqrizni o'qib eshittirsam, dunyoda salomatlikni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan qulay ta'lim muhitini tashkil etishning turli shakllari, vositalari va samaradorligini kompleks ilmiy tahlili muhim ahamiyatga ega. Jamiyatda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish hamda oliy ta'lim muassasalarida milliy xalq o'yinlari vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning tashkiliy va uslubiy kompetensiyasini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jamiyat a'zolarining jismonan sog'lom bo'lishining eng muhim sharti jismoniy tarbiya, sport va sog'lomlashtirish jarayonlarini yuqori darajada tashkil etish va samaradorligini ta'minlash bilan uzviy bog'liqdir. Jismoniy tarbiya, sport va sog'lomlashtirish jarayoniga butun dunyo jamiyat qatlamini qamrab olishning muhimligi jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish, sog'lom turmush tarzini, sport va sog'lomlashtirish turizmi asosida rivojlantirishda yetuk mutaxassislarni tayyorlash, bugun faoliyat olib borayotgan mutaxassislarning tashkiliy uslubiy jihatdan qurollantirish hamda pedagogik va jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning olib borishi masalaning dolzarbligini izohlaydi. Shu nuqtai nazardan Aliqulovning milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari mavzusida amalga oshirilgan tadqiqot ilmiy ishi va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. Dissertatsiyaning kirish qismida tadqiqotning dolzarbligiga asoslangan, ishning maqsadi, vazifalari, obyekti, predmeti aniqlangan, ilmiy ishning fan va texnologiyalarni rivojlantirishning muhim yo'nalishlariga mosligi ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan bir qatorda dissertatsiyaning ilmiy yangiligi va amaliy natijalari va uning ishonchliligi, ilmiy nazariy va amaliy ahamiyati, erishilgan natijalarning amaliyotga joriy etilishi, ilmiy nashrlarda e'lon qilinganligi, ishning tuzilishi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Dissertatsiyaning birinchi bobi milliy harakatli o'yinlar vositasida jismoniy tarbiya o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari deb nomlangan bo'lib, unda tadqiqot muammosining nazariy, ilmiy, pedagogik va metodologik jihatlari yoritilgan. Xususan, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslariga alohida urg'u berilgan. Avvalo, kasbiy tayyorgarlikning mohiyati, mazmuni, funksiyalari va zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan. Bobda jismoniy tarbiya sohasidagi xalqaro va milliy pedagogik tajribalar, harakatli o'yinlarning kelib chiqish tarixi, turlari, pedagogik va tarbiyaviy imkoniyatlari batafsil o'rganilgan. Harakatli o'yinlar orqali talabalarda jismoniy ko'nikmalarni shakllantirish, kasbiy bilim va malakalarni rivojlantirish mexanizmlari ko'rsatib o'tilgan. Milliy harakatli o'yinlarning o'quv jarayonida interfaol metod sifatida qo'llanilishi, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishi, jismoniy ko'nikmalarni shakllantirishi va pedagogik faoliyatga tayyorlashda samarali vosita ekanligida ilmiy jihatdan asoslangan. Shu bois mazkur tadqiqot zamonaviy pedagogik texnologiyalar va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan. Mavzuning dolzarbligi zamonaviy oliy ta'lim va jismoniy tarbiya sohasidagi talablar uchun bevosita bog'liq bo'lib, milliy harakatli o'yinlarning pedagogik va tarbiyaviy imkoniyatlarini o'rganish, shuningdek ularning bo'lajak pedagoglarni kasbiy tayyorgarlikka tatbiq etish masalasi
bugungi kunda ahamiyatini yo'qotmagan. Ayniqsa milliy qadriyatlarni saqlash, o'quv jarayonini interfaol va o'yinli metodlar bilan boyitish, talabalarda motivatsiya uyg'otish kabi pedagogik vazifalarni amalga oshirish dissertatsiya dolzarbligini yanada oshiradi. Dissertatsiya ishida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorlashning nazariy asoslari tizimli tarzda yoritilgan. Milliy harakatli o'yinlarning tarixi, turlari, pedagogik imkoniyatlari va shuningdek kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi mexanizmlari ilmiy asoslangan. Dissertatsiyaning ikkinchi bobi bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini milliy harakatli o'yinlar orqali kasbiy faoliyatga tayyorlashning amaliy metodik va texnologik jihatlarini yoritishga qaratilgan. Ushbu bobda tadqiqot muammosining asosiy e'tibori pedagogik jarayonni tizimli tashkil etilishi, innovatsion metodlarning qo'llanilishi va talabalarning kasbiy tayyorlanishini samarali mexanizmlariga qaratilgan. Birinchidan bobda milliy harakatli o'yinlarning innovatsion pedagogik imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Milliy o'yinlar orqali talabalarda amaliy mashg'ulotlar jarayonida jismoniy ko'nikmalar rivojlantiriladi. Pedagogik vaziyatlarni boshqarish va o'qituvchi sifatida qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllanadi. Shu bilan birga o'yinlar talabalarda jamoaviy ishlash, raqobat va hamkorlik muhitini yaratish orqali motivatsiyani oshirishga xizmat qiladi. Ikkinchidan, bobda noan'anaviy ta'lim texnologiyalari va metodik yondashuvlar tahlil qilingan. Milliy harakatli o'yinlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar amaliy va nazariy bilimlarni birlashtiradi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish, kompleks shakllantirishga yordam beradi. Bobda berilgan pedagogik jarayonni modul tizimi o'yinning mazmuni, amaliy mashg'ulotlarga integratsiyalash va baholash mexanizmlarini bayon qilgan. Uchinchidan, bobda ishlab chiqilgan metodik model ta'riflangan. Model tarkibida mazmunli komponent, jarayonli komponent, baholash komponenti mavjud. Shuningdek, model texnologik jihatlariga ham e'tibor berilgan. Bu yerda milliy harakatli o'yinlarni mashg'ulot jarayoniga tatbiq etishning texnologik bosqichlari, pedagogik vazifalarni belgilash, mashg'ulotlarni interfaol tashkil etish va o'tkazish, talabalar faoliyatini baholash tizimi ko'rsatib o'tilgan. Bobda shuningdek modelning dastlabki sinov natijalari va uning amaliy samaradorligini qisqacha tavsiflangan. Ilmiy pedagogik adabiyotlar hamda ta'lim jarayonining amaliy holatini tahlil qilish asosida nazariy va uslubiy tamoyillarni amalga oshirish imkonini beradigan tashkiliy metodik talablar belgilangan. Milliy harakatli o'yinlar mashg'ulotlarida talabalarning motivlari va ehtiyojlarini, tayyorgarlik darajasini hisobga olish zarurati, shuningdek tarbiyalanuvchilarning motivatsion talab qilingan sohasi evolyutsiyasi, shaxsning salomatligini mustahkamlash va jismoniy salohiyatini takomillashtirish uchun muntazam ravishda sport harakatli o'yinlarining majburiyligi, sport va harakatli o'yinlarni o'tkazish samaradorligini rejalashtirish, yaratish va nazorat qilish uchun mashqlarning tashqi parametrlari, shug'ullanuvchilar tanasining javob reaksiyasini hisobga olish imkonini beradigan yuklamalarni tasniflashdan foydalanishning maqsadga muvofiqligi qayd etilgan. Ixtisoslashuv, yo'nalish, murakkablik va kattaligi bo'yicha oqilona muvozanatlashgan yuklamalardan foydalangan holda muntazam ravishda milliy o'yinlardan mashg'ulot va sog'lomlashtiruvchi jarayonda foydalanish imkoniyati ko'rsatilgan. Dissertatsiyaning 3-bobi milliy harakatli o'yinlar asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashning jarayonini samaradorligi deb nomlangan bo'lib, unda tadqiqotning davomida ishlab chiqilgan nazariy qarashlar va pedagogik modelning amaliy samaradorligini tajriba sinov ishlari asoslab berilgan. Mazkur bobda milliy harakatli o'yinlar asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorlashga qaratilgan pedagogik tajriba sinov ishlarini mazmuni, tashkil etish bosqichlari, metodik ta'minoti batafsil yoritilgan. Tajriba sinov ishlari doirasida nazorat va tajriba guruhlari shakllantirilib, kasbiy tayyorgarlikni oshirishga yo'naltirilgan maxsus mashg'ulotlar, harakatli o'yinlar va pedagogik topshiriqlar amalga oshirilgan. Umuman olganda 3-bobda olib borilgan tajriba sinov ishlari natijalari milliy harakatli o'yinlar asosida tashkil etilgan kasbiy tayyorgarlik tizimi bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda samarali ekanligini qayd etilgan. Ushbu bob tadqiqotning yakuniy xulosalarini belgilash, amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Umuman dissertatsiya ishi nazariy va ilmiy amaliy jihatdan yaxshi yoritilgan. Lekin shu bilan birga fikrimizcha ayrim mulohazali o'rinli takliflar ham mavjud. Birinchi, tadqiqotga oid xorijiy va mahalliy olimlar fikrlarini, qarashlarini kengroq yoritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi,
Mazkur muammo bo'yicha dunyoning qaysi yetakchi ilmiy markazlari faoliyat olib borayotganligi qayd etilsa, ilmiy ishning qiymati ijobiy ta'sir ko'rsatgan bo'lar edi. Uchinchi, milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari deb nomlangan 2.1 rasmda ayrim texnik xatoliklar ko'zga tashlanadi. 4. Dissertatsiya matnida ayrim g'aliz jumlalar uchraydi. 7, 14 hamda 23 betlarda. Umuman olganda dissertatsiya ishi ilmiy va amaliy ahamiyatga ega, mavzusi dolzarb, ishlangan masalalar tizimli va asosli. Natijalar esa bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda samarali ekanligini ko'rsatadi. Ish nazariy va metodik jihatdan mustahkam asosga ega bo'lib, kelajakda milliy harakatli o'yinlarni pedagogik jarayonda kengroq tatbiq etish va zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyalash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda quyidagicha xulosa qilish mumkin. Aliqulov Akmal Akramovning milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari mavzusidagi 13.0001 pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi mustaqil bajarilgan va yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun qo'yilgan dissertatsiya talablari, nizom talablariga to'la javob beradi. Uning muallifi Aliqulov Akmal Akramovich pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy opponent Ma'murov pedagogika fanlari doktori professor. Rahmat, Lazizbek. So'z navbatini yana dissertantga beramiz. Marhamat, rasmiy opponentni ko'rsatgan mulohazali fikrlariga javoblaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bizda ishimizni sinchiklab, o'qib, tahlil qilib berganliklari uchun pedagogika fanlari doktori professor Ma'murov Bahodir Bashqullayevichga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ko'rsatilgan muhokamali jihatlarni, kamchiliklarni javobimiz ushbu ko'rsatilgan fikrlarni o'rinli deb hisoblaymiz va kelgusi tadqiqotlarimizga inobatga olamiz. Qabul qilasizmi hammasini? Kamchiliklarni. Javobimiz. Javoblar. Demak, qabul qilasiz ko'rsatilgan kamchiliklarni. Bu kamchiliklarni maqsad. Xo'p. Rahmat. Endi so'z navbatini ikkinchi rasmiy opponentimiz professor Jo'rayev Nurbek Sa'dullayevichga beramiz. Agar iloji bo'lsa, shu mulohazali jihatlariga to'xtalsangiz, yutuqlari va keyin mulohazali jihatlariga. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash ishtirokchilari. Hozir mana bizga Aliqulov Akmaljon Akramovich tomonidan tayyorlangan ilmiy tadqiqot ishi qisqacha tahlil etib berildi. Men aytmoqchimanki, bugun tanlangan mavzu, ilmiy tadqiqot olib borilgan mavzu juda ham dolzarb. Sababi mana so'nggi paytlarda aynan davlatimiz rahbari tomonidan jismoniy tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish bo'yicha juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni mana 5 tashabbus ilgari surilganligi yoki mana o'sha jismoniy tarbiya instituti universitetga aylantirilganligi va uni Farg'ona Nukus shaharlarida filiallar tashkil etilganligi bevosita bugungi amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishini dolzarbligini belgilaydi. Endi yuqorida Akmaljon endi jismoniy tarbiya mutaxassislarini o'zi bir xos bo'lgan bir xususiyat, ularda og'zaki nutq unchalik shakllanmaganda, ularda ko'proq o'sha xatti harakat bilan bog'liq xususiyatlar shakllangan. Shuning uchun Akmaljon ham shuncha men aytishga majbur bo'ldim, o'qimasdan faqat o'zingizni fikringiz bilan ayting deganim shu narsalardan anglatardi. Yuqorida mana Ma'murov domlamiz tomonidan berilgan taqriz o'sha to'liq o'qib berilganligi, unda 1, 2, 3 boblarda aynan nima masalalar ko'rilganligi aytilgan sababli men sal qisqaroq qilib aynan shu mulohazali fikrlarga to'xtalmoqchiman. Hurmatli Nigora Shermatovna, dissertatsiyada aynan o'sha birinchi bobda nazariyani keltirilganligi, ikkinchi bobda aynan o'sha kasbiy faoliyat
shakllantirish bo'yicha ikkinchi bobda o'sha metodikalarda o'tkazilganligi va uchinchi bobda aynan shakllantiruvchi qismga e'tibor qaratilganligi dissertatsiyani bir o'ziga xosligini ko'rsatadi. Endi o'zi milliy qadriyatlarimizni rivojlantirishda albatta milliy harakatli o'yinlarga biz e'tibor qaratishimiz kerak. Ayniqsa shu metodika natijasida olingan ma'lumotlarni student va Pearson matematik statistik usullari orqali korrelyatsiyasi va dinamikasi alohida ko'rsatib berilgan. Ya'ni o'sish orqali. Bundan tashqari mana pedagoglar, jismoniy tarbiya mutaxassislari bilan bir qatorda aynan o'sha psixologiyada aynan milliy harakatli o'yinlar bo'yicha ilmiy tadqiqot ishini olib borgan, umuman shularning asoschilari psixologiyada Leontov, Elkonin kabi psixolog olimlarni ilmiy tadqiqot ishlari yoritib o'tilganligi ishni ijobiy tomondan baholashga asosiy turtki bo'lishi mumkin. Men shu taqrizda 7 bet taqriz tayyorlaganman. Shu bilan taqrizda o'sha yutuqlar bilan birgalikda ba'zi bir mulohazali fikrlarni ham keltirib o'tganman. Shu mulohazali fikrlarga ruxsat bersangiz to'xtalmoqchiman. Birinchidan, tadqiqotning amaliy ahamiyati ijobiy baholanishi mumkin. Shu bilan birga uning natijalari ta'lim amaliyotida sinovdan o'tkazilgan jarayonlar batafsilroq yoritilsa, ishning natijalari yanada ishonchli va dalillarga asoslangan bo'ladi. Ya'ni ilmiy tadqiqot ishi orqali olingan natijalarni o'sha interpretatsiyasi, ya'ni sharhi deymiz, batafsilroq berilganda maqsadga muvofiq bo'lardi. Dissertatsiyani 38-chi, 43-chi, 59-chi betlarda ayrim g'aliz tushunarsiz jumlalar uchraydi. Uchinchidan, matnda ayrim sahifalarda imlo, uslubiy va dizayn tomonidan kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib quyidagi xulosani berish mumkin. Aliqulov Akmal Akramovichning milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari mavzusidagi 13.001 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi mustaqil bajarilgan va yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan universiteti vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiya qo'yilgan nizom talablariga javob beradi. Uning muallifi Aliqulov Akmal Akramovich pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Taqrizchi Jo'rayev. Rahmat. Rahmat Nurbek Sadullayevich. Marhamat, dissertant taqriz opponentni mulohazali fikrlariga javoblaringiz. Katta rahmat ustoz. Avvalambor psixologiya fanlari nomzodi professor Nurbek Sadullayevichga ishimizni sinchiklab o'qib, tahlil qilib berganliklari uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ushbu ko'rsatilgan kamchiliklarni o'rinli deb hisoblaymiz va kelgusi monografiya xatlarimizda inobatga olamiz. Bo'ldimi fikrlaringiz? Endi siz hozir himoyadasizda, Akmaljon. Ma'lum darajada o'zingizni yozgan ishingizga o'zingizni munosabatingizni bildirib, javob qaytara olishingiz kerak edi. Opponentlarni hamma nimasini qabul qilamiz deb olishingiz ham sal nima bo'lyapti-da, chunki ishingiz ichida bor narsani ko'rsata olishingiz kerak-da. Xo'p. Mayli, bo'lmasam nima qilaverasiz? Endi navbatni norasmiy muhokamalarga o'tamiz. Marhamat, kengashni har bitta a'zolari o'zlari munosabatlarini bildirishlarini so'raymiz. Chunki bu yerda insonni taqdiri hal bo'lyapti-da, keyin qolaversa kengashda taqdiri hal bo'lyapti. Bunga befarq bo'lmasligimiz kerak. Hozirgi mana tadqiqot ishi bo'yicha hamma o'zini bir munosabatlarini bildirib o'tishsa. Zoomda ishtirok etayotgan marhamat Qurbon va Baxtixon, so'z navbati sizga.
Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi hamda a'zolari. Mana tadqiqotchini chiqishini eshitdik, savol-javoblarini eshitdik, opponentlarning munosabatlarini eshitdik. Haqiqatan ham ish milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash. Ya'ni milliy harakatli o'yinlarni hozirgi kunda aytishimiz mumkinki, yoshlarimizni umuman kelajak avlodda bizni milliyligimizni qadrlashga qaratilgan milliy o'yinlarni saqlab qolish va bular orqali bizni milliyligimizni targ'ib etish masalasiga qaratilganligi bilan dolzarb. Tadqiqot ishi ham nazariy ham amaliy jihatdan ishlab chiqilgan. Unda talabalarning faolligi, jismoniy va kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlari aniq ko'rsatilgan. Bu esa oliy ta'limda jismoniy tarbiya sohasini rivojlantirish bilan bir qatorda milliy qadriyatlar va milliylikni targ'ib etish bilan bevosita targ'ib etishga bevosita yordam beradi. Ushbu tadqiqot ishi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishga xizmat qila oladi deb o'ylaymiz. Haqiqatdan ham tadqiqot ishi mavzu jihatdan dolzarb. Mavzuni olib qaraydigan bo'lsak, haqiqatdan milliyligimizni targ'ib etuvchi o'yinlar qandaydir bir hozirgi kunda aytaylikki zamonaviy nuqtai nazardan qaralganda biroz eskirganga o'xshaydi, lekin milliy harakatlarimiz orqali bizni haqiqatdan milliyligimiz urf etib turadigan mana shu milliy o'yinlar, ya'ni siz aytmoqchi Nigora Shermatovna, bu yerda sport o'yinlari nazarda tutilgan. Mana shu sport o'yinlari orqali ana shu kasbiy faoliyatni yana ham rivojlantirishga bevosita qaratilgan. Tadqiqotni biz pedagogik va madaniy bilimlarni rivojlantirishga xizmat qiladi deb tushunamiz va shu o'rinda barcha shu ijobiy xususiyatlarni inobatga olib, barcha kengash a'zolarini ushbu tadqiqot ishini qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat Baxtixon Quchqiraliyevna mulohazali fikrlaringiz uchun. Marhamat. Endi so'z navbatini professor Sayora Hamidiyevnaga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Rus tilida gapirsam bo'ladimi? Ruxsat berasizlarmi? Bemalol. Работа очень и очень и очень актуальна, так как мы с вами готовим именно будущих учителей физической культуры средствами национальных подвижных игр. Национальные игры – это у нас педагогическое и культурное средство без строгих правил, а спортивная деятельность берут начало именно с народных традиций, которые мы сейчас внедряем в массы, со строгими правилами. А тема нашего диссертанта – это у нас подготовка будущих учителей физической культуры средствами национальных подвижных игр. Значит, что туда входит? У нас в первую очередь наш диссертант внедряет культурную ценность, то есть формируется национальная идентичность будущего учителя физкультуры. Обеспечивается преемственность традиций, так как учитель физкультуры через национальные культурные реалии внедряет именно в общество все, что необходимо. Именно сейчас у нас национально ориентированное обучение. Далее учитель физкультуры становится транслятором культуры, да, через подвижные игры, и развиваются педагогические, коммуникативные и организаторские компетенции, которые усиливают методы воспитательной, социальной эффективности воспитательного процесса. И самое главное, вот самое основное, то, что сумел показать диссертант в своей работе, это целостное формирование профессиональной личности учителя, который развивает и передает национальные культурные ценности, традиции в единстве с современными требованиями в образовании. Поэтому, уважаемые члены ученого совета, прошу вас проголосовать положительно, так как, по нашему мнению, все цели достигнуты и задачи решены. И работа актуальная, потому что, развитие национального спорта сейчас у нас по стратегии действий Узбекистана стоит впереди по современным требованиям. Поэтому я считаю, что мое личное мнение, что данный диссертант достоин ему присвоения звания PhD по педагогическим наукам. Спасибо. Спасибо вам. Мархамат, профессор Omboboyev Hakimjon Ikromovich. Mumkinmi?
Mana mendan oldingi muhokamada ishtirok etgan ilmiy kengash a'zolarining fikrini eshitdik. Bunga qo'shimcha ravishda shularni ta'kidlamoqchimanki, Akmaljon o'zi haqiqatda mehnatkash yigit. Mana shu universitetda ko'p ishlarida mana shu o'z mehnati bilan faoliyat yuritib keladi. Ayniqsa ilmiy tadqiqot ishini qiyinchiliklarini boshidan o'tkazdi. Men o'zim guvohman, shu 2 yil, 3 yil bo'ldi deyarli shu ish yuzasida ko'p qiyinchiliklarni boshidan o'tkazdi va bu hozirgi ishi bilan tanishganimizda barcha ishlaridagi natijalar, ilmiy yangiliklari hamda mana eng ishlab chiqqan modeli, bejizga savol bermadim, juda mukammal ishlab chiqilgan model, ya'ni oldingi mavjud modellardan farqini ko'rsatilgan. Qolaversa, tajriba sinov maydonchalarini tanlanishi juda maqsadga muvofiq bo'lgan. Ya'ni universitet Jizzax davlat pedagogika universitetini tanlanganligi, jismoniy tarbiya universitetini tanlanganligi mavzuni yuzasidan respondentlarga mos maydonchalar tanlangan, respondentlar tanlab olingan. Bu ham ishni o'zini salohiyatini oshiradi deb o'ylayman. Qolaversa, endi shu jismoniy tarbiya yo'nalishida universitetimizda mana ilmiy salohiyatga bu yigitimiz ham shu himoyasi ijobiy baholansa hissa qo'shiladi deyman. U qolaversa taqdir taqozosi bilan o'zing universitetimizni kengashida shunday darajalar nasib qilyapti. Bu ham bu o'zimizni qo'shgan hissamiz bo'ladi. Shu jismoniy tarbiya fakultetiga, shu kafedrasini ilmiy salohiyatga qo'shgan hissamiz bo'ladi. Ishni ijobiy baholayman, yuqori baholarga baholayman va qolganlardan ham ijobiy baholashga chaqiraman. Sog' bo'linglar. Rahmat Hakimjon Ikromovich. So'z navbatini professor Nargizaxon Qo'chqorovna so'rayaptilar. Marhamat. Avtoriferatni tahlil qilib ko'rganimizda ayrim avtoriferatlarni ko'rsak, vazifa, yangilik hamda birinchi, ikkinchi boblarni yoritilishida nomutanosiblikni ko'ramiz. Lekin bugungi tadqiqotchi tomonidan tayyorlangan avtoriferatda har bir vazifaga mos yangilik, yangilikka mos boblarni yoritilishi hamda xulosa va tavsiyalarni mutanosibligini ko'rdikda, bu ham tadqiqotchini bir yutug'i sifatida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Yana avtoriferatni ikkinchi bobida ko'rsatilgan o'sha shakl, metod, vositalar ertaga ta'lim tarbiya jarayonida samaradorlikka erishishda muhim ahamiyatga ega deb hisoblayman. Shuning uchun mana bu tadqiqotchini ko'p yillar davomida oliy ta'limda faoliyat yuritganini hisobga olib, hamda shu mutaxassislik bo'yicha tajribaga ega ekanligini, hamda avtoriferatni talab darajasida yuritilganligini hisobga olib, qo'llab-quvvatlashlarini so'rab qolaman. Albatta, bunda tadqiqotchini ilmiy rahbarini ham, mehnati katta, ilmiy rahbarini ham tabriklab qolaman. Rahmat Nargizaxon Qo'chqorovna. Xo'p, yana fikr bildiruvchilar bo'lsa, kengash a'zolari marhamat. Demak, fikr bildiruvchilar bildirishdi. Mana hozir demak, norasmiy muhokamani ham nima qilamiz, to'xtatamiz. Endi hurmatli kengash a'zolari, hisob komissiyasini saylab olishimiz kerak. Hisob komissiyasiga kengashimiz a'zolaridan professor Xonboboyev Hakimjon, professor Sayyoraxon Alimsaidova hamda professor Zirotxon Xolmatovalar nomzodlar taklif qilinyapti. Ushbu nomzodlarni tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Marhamat. Rahmat bir ovozdan. Bo'lmasam hozir 5 minutlik tanaffus e'lon qilamiz. Hisob komissiyasi o'zini faoliyatini olib borgunga qadar 5 minutlik tanaffus. Zoomda ishtirok etayotganlar o'sha nimadan gruppaga o'zlaring munosabatlarini bildirishlaringiz mumkin. Xo'p. Tushunarli Nigora Shermatova.
So'zni hisob komissiyasi raisiga beramiz. Marhamat, professor Hakimjon Xonboboyev natija bilan tanishtirib o'tasiz. Assalomu alaykum, yana bir bor kengash raisi, kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Saylangan komissiya tarkibi Xonboboyev, Alimsaidova, Xolmatovalar. Komissiya Aliqulov Akmal Akramovichning 13.0001 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori,
PhD dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Kengash tarkibi 12 kishidan iborat. Falsafa doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda kiritilmagan. Majlisda kengash a'zolaridan 12 nafari, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 6 nafar fan doktori ishtirok etdi. 6 ta byulleten tarqatildi, tarqatilmay qolganlari yo'q. Qutichada 6 ta byulleten borligi aniqlandi. Onlayn 6 ta ovoz berildi. Umumiy natijalar, ovoz berish natijalari Aliqulov Akmal Akramovichning 13.0001 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha PhD falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 12 ta, 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Hamdobayev Hakimjon Ikromovich. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, Hakimjon Ikromovich. Endi hisob komissiyasi bayonnomasini tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Kim shu bayonnomaga rozilik bildirsa marhamat. Zoomda ishtirok etayotganlar rahmat. Bir ovozdan qabul qilindi. Rahmat. Xo'p, endi ishimizni navbatdagi qismida hammamiz qo'limizga himoya bo'yicha xulosalar berilgan. Xulosalarni qabul qilib olishimiz kerak. Taklif tushyapti, asos uchun qabul qilinsin xulosalar degan. Shu taklifga qo'shilsalaringiz munosabat bildirib qo'yinglar. Rahmat. Endi ruxsatlaringiz bilan tasnifiy belgilarni, dissertatsiyaning tasnifiy belgilarini belgilab olsak, hammamiz qo'limizda bor. Marhamat, birinchi dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. 1-2. Rahmat. Ikkinchisi dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. 2-1. 2-1 natijalar yangi. Uchinchisi dissertatsiya natijalarining qiymati. 3-2. 3-2 yuqori. To'rtinchisi dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi. 4-2. 4-2. Hamda beshinchisi amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan qay miqyosda foydalaniladi? 5-3. Tarmoq miqyosida. Hamda oltinchisi amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. 6-1. 6-1 keng foydalanish talab etiladi. Dissertatsiyaning tasnifiy belgilarini ham belgilab oldik. Endi ruxsatlaringiz bilan qaror qismi bilan tanishtirib o'tsam. Demak, Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD 0329-12-2022 pedagogika 132-02 ilmiy kengashi qaror qiladi. Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashning rasmiy himoya va ovoz berish natijalariga ko'ra tarafdorlar 12 ta, qarshilar yo'q, yaroqsiz byulletenlar yo'q. Milliy harakatli o'yinlar vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari mavzusidagi 13.0001 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha Aliqulov Akmal Akramovichning pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish uchun qaror qabul qiladi. Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasidan kengash qarorini tasdiqlab berishni so'raydi hamda ishtirok etayotganlar nomidan, demak, tadqiqotchi Aliqulov Akmal Akramovichni bugungi muvaffaqiyatli himoya bilan tabriklaymiz. Keyingi ilmiy ishlariga, pedagogik faoliyatlariga zafarlar tilab qolamiz. Diplomlarda 100% mana ovoz bilan o'tib oldingiz. Diplomlarni tasdiqlatib, vaqtdan olib, diplom demak oilangizni farovonligiga xizmat qiladi degan umiddamiz. Endi yakunlovchi so'z navbatini Aliqulov Akmal Akramovichga beramiz. Marhamat. Avvalambor rahmat hammalangga. Oldindan universitetimiz rektori Dilnoza Hajjayeva Shavkatullaga ilmiy tadqiqotchilarni qo'llab-quvvatlashlari uchun minnatdorchilik bildiraman.
ilmiy kengash raisi Erkaboy Nigora Shermatovna ustozga va a'zolarga mazkur ilmiy ishning muvaffaqiyatli yakunlanishi, qo'llab-quvvatlashi va yo'riqlari uchun minnatdorchilik bildiraman. Ilmiy rahbarim Nazirova Go'zal Malikovnaga ilmiy rahbar sifatida doimiy qo'llab-quvvatlaganlar uchun minnatdorchilik bildiraman va rasmiy opponentlarim Nurbek Sabdullayevich hamda Bahodir Baxtullayevichlarga aniq yo'riqlar va tahlil fikrlar berganliklari uchun minnatdorchilik yo'llasan. Qolaversa, yaqinlarimga ota-onamga tabriklaymiz ilmiy rahbarlarini, kengash a'zolariga ham minnatdorchilik bildiramiz. Tadqiqot ishini himoya darajasiga olib chiqib, mana 100% to'liq muvaffaqiyatga erishish uchun demak har birlari harakat qilishdi. Minnatdorchilik bildiramiz. Bundan keyingi ishlaringizga yana omad tilaymiz. Agar jamoa a'zolaridan fikrlar bo'lsa, marhamat, hamkasblari Farhodjon, marhamat, fikrlaringizni yo Dilnoza marhamat, fikrlarini bildiringlar. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, assalomu alaykum bugungi kengash ishtirokchilari. Avvalo bugungi chiroyli himoya bilan kengash raisi hamda kengash a'zolari Akmaljon ustozlarini chin yurakdan muborakbod etamiz. Jamoamizda mana shunday yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, ularda ilmiy salohiyatlarini yanada yuksaklarga ko'tarishda siz aziz ustozlarni mehnatlaring beqiyos. Albatta Akmaljonda bugungi harakatlari, Akmaljonda mana shunaqa chiroyli muvaffaqiyatlarga erishishlarda albatta sizlarda mehnatlaring yotibdi. Shu bilan birgalikda Akmaljondagi mana shu jamoaga bo'lgan muhabbati, Akmaljonni atrofga, jamoadoshlariga bo'lgan munosabati, yoshlarimizni ma'naviy jihatdan barkamol etib tarbiyalashdagi faoliyati bugungi mana shunaqa chiroyli muvaffaqiyatlarga loyiq deb bilamiz. Akmaljon, sizni barcha jamoadoshlaringiz nomidan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Albatta bu siz uchun yutuq bilan bir qatorda juda ham katta mas'uliyat. Bu mas'uliyatni yana ham haligi mas'uliyat yuklaydi. Bu mas'uliyat borasida katta ishlarni amalga oshirish, Xudo xohlasa mana shu jamoamiz bilan, ustozlarimiz bilan birgalikda sizni yana doktorlik dissertatsiyasi himoyalarida tabriklash hammamizga nasib etsin. Sog' bo'ling. Rahmat ustoz, sizga ham. Akmaljonni ustozlarga ozgina sovg'alari bor, qabul qilasizlar. Rahmat. Zoomda ishtirok etgan hurmatli kengashimiz a'zolariga minnatdorchilik bildiramiz. Mana Rohat Bulayevna, Bozorova Muslimaxon, mana Azimova Ziyodaxon Ergashevna, qolaversa Qurbonova Baxtigulxon, hammalaringga minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi muvaffaqiyat bilan sizlarni ham tabriklaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Shu bilan kengashimiz o'zini faoliyatini bugungi kengashimiz tugatyapti. Demak, hammalaringizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Bo'ldi, endi kamerasini ham o'chirdi. O'zi o'chadi shekilli. Laylo